Belqut balalar çöçekleri. Malika Gülruz. Burunqi zamanda Adil Şah isimli bir padişah ötken bulup, onun Gülruz atlık sahip Cemal bir qizi bar ekan. Gülruz 14 yaşqa kiripdi. Padişah, qizim çoğ bulup qaldi. Onun layiqini qandaq hal qilishim kerak degan xiyol bilan kun o'tkazadigan. O'ylamaganda bir kunning ichida 70 padişahning elchisi kepti. Bu hal padişahni g'am daryosiga tashlabdi. Malika Gülruz tangtishi yo'q aqlliq ekan. U dadisining g'amga patqanligini ko'rib, bir parcha maktub yozib dadisiga chiqartibdi. Maktubda mundaq deyilgan ekan: "Dada, men uchun o'yincha g'am qilmang. Men o'z loyiqimni o'zim tanlayman. Bir maslahatim bor. Shuni qabul ko'rsangiz, podshohlarning elchilarini qaytarib eting. Ham darhol ish boshlab, ordimizning oldiga bir bog' bino qildiring. U jannatdan nishon beradigan bog' bo'lsin. Uning ichida rangarang gullar po'raklab ichilib, turli qushlar sayrishib tursin. Bog'ning oldiga bir bino yasting. Binoning ustiga nag'rixona selinib, uningga yuqori ovozli nag'ri tayyorlansin. Nag'rining cho'kisi oltindan bo'lsin. Menga oshiq bo'lgan yigit shu nag'rini chalsin-da, butun el jamoat yig'ilsin. Shu maydonda men u yigitga 4 misra beyt aytman. U har bir misra beytimning ma'nosiga, qofiyasiga dal keltirib javob ayta oladigan bo'lsa, men uningga o'zimni to'yliqsiz qabul qilaman. Agar javob ayta olmasa, beshini tenidan judo qilaman." Podshoh qizining maktubini ko'rib, bir haza o'ylanib olgandan keyin yurtdagi atoqliq bog'van, tomchi, yog'ochchi, naqqoshlarga buyruq tushirib ish boshlabdi. 3 yildan keyin hamma narsa qizining maktubidagidek o'rinlanibdi. Hamma ish talabga loyiq bitgandan keyin podshoh qizining maslahati bo'yicha qog'ozga shartlarni bitib, ordining darvozasiga chaplatqizibdi. Bu xabarni anglab kelgan shoir yigitlarning birimi Malika Gülruzning beytiga javob aytolmabdi. 486 kishining beshi tenidan judo bo'pti. Shu kunlarda shaharga yaqin bir yurtda Qopiz ismli bir buvay yashaydi ekan. Buvay Malikaning ruxsarini ko'ribla uningga oshiq beqaror bo'pti. Buvay nag'rixonaga chiqib, nag'rini chilibdi ekan. Jemiki yurt xalqi nag'ri maydoniga to'plashibdi. Malikaning kenizaklari chiqib qarg'udek bo'lsa, bir buvay turg'udek. Kenizaklar kirib, bu ahvolni Malikaga aytibdi. Malika Gülruz kenizaklarga qari kishi bilan so'zlashishdan numus qilaman. Uning g'arizi pul molda bo'lsa, qanchaki talab qilsa berib yo'lga selinglar, debdi. Kenizaklar chiqib, "Hey buva, bu xiyoldan voz kechgin. Bir kun bo'lsa-mu kunning seriqini ko'rguning g'animat emasmi? Oshiqlik davosini qo'ygin. Malikaning tig'ida nohaq o'lmagin", debdi. Ammo buvay zotila unamabdi. "Hey buva", debdi kenizaklar. "Amsa mundaq bo'lsin. Malikaning o'rtasida bir rassom bor. Biz sana Malikaning rasmini sizdirib beraylik. Shu rasmni ko'rib, ko'nglingni xush qilib yurmamsan. Uning ustiga sana mol-mulk beraylik." Qopiz buvay mol-mulk dunyonimi olmabdi. Malikaning rasmini sizdirib, o'zining mol dunyosidan kechib, satharini bo'yniga isib, rasmni qo'yniga selib, tarki dunyo bo'lib, Chin shahriga ravon bo'pti. Yo'l yursimu mo'l yurib, Chin shahriga tava bir buloqning yiniga tushibdi.
Helikki rəsmni udulğa turğuzub qoyub, satarini ilib g'azal o'qishqa başlapdı. Şu kuni Çin məmləkətinin xaqani oğlu Bərhəmni ilib şikarğa chiqqan ekan. Ular ketibitib buvayning g'azilini anglab qapdı. Padişah: "Hey Darixa, biz diva, pari, jin şeytanlarning makoniga kirib qoldiqmi nima? Ajoyib bir ovoz anglandi-g'o", deb buloq bo'yiga kelibdi. Satar chilib, g'azal aytib o'ltirgan Qapiz buvayni ko'ribdi. Padişah va o'g'li Bərhəm buvay bilan salomlashib, uning nima sababdan bu yoqqa kelib qolganligini so'rabdi. Buvay Malika Gulruzning ishqi piraqida tarki dunyo bo'lib yurganligini bir bayon qilibdi. Bu gapni anglab rasmni ko'rgan Bərhəmga ishiq o'ti tutishib, dadasiga o'rdiga qaytayli debdi va dadasidan Malikani izlab tepish haqida maslahat so'rabdi. Chin Xaqani: "Hey o'g'lim, sana yo'l jabduqi raslay. Lashkarlarni tayyorlab qo'shin tartib boramsan yoki savdogar sifatida boramsan, o'z ixtiyoring", debdi. Bərhəm: "Hey ata, menga hech dars kerak emas. Qalandar sifatida boraman", debdi. Dadasi uningga ruxsat beribdi. Shahzoda Gulruzning yurtiga qarab yo'l opdi. Bərhəm 7 oy yo'l yurib, Malika Gulruzning yurtiga yetib kelibdi. Bərhəm Malika Gulruzning chahar beg'ini arlab, nag'rixonaga chiqibdi. Tamga shundoq bir qarg'udek bo'lsa, bir chetda bu o'lgan yigitlar odam o'ltirgan emas va yoki o'g'ir qaroqchilik qilganmi emas. Malika Gulruzning ishqida jon pido qilgan yigitlarning beshidur degan xat yoziqliq turgan. Bir chetda 486 yigitning kesilgan beshi esiqliq turgan. Buni ko'rgan Bərhəm: "Hajabmi keptiman, kelmasammi bo'ptikan", deb pushmon qilibdi. Yana o'ziga o'zi tasalli berib, 7 oylik yo'ldan yigitlik depini chilib keldim. Amdilikda mazlum kishilardek uni tashlab yonsam durust bo'lmas. Baxtim o'ng kelib qolsa ajab emas, deb o'ylab jur'at bilan nag'irni chilibdi. Jimiki yurt ahli nag'ri ovozini anglab to'plashishga boshlabdi. Shu chaqda Malika Gulruz kenizaklarga buyuribdi: "Chiqib qarab beqinglar, qaysi jindan to'ygan keldikin?" Kenizaklar chiqib qarg'udek bo'lsa, chiroyi shahzodaga, kiyimlari qalandarnikiga o'xshaydigan bir yigit turgan. Ular ko'rganlarini Malikaga aytibdi. Malika Gulruz farishtalardek yasangan 500 kenizakini agashtirib maydonga yetib kelib: "Hey yigit, ismi sharping nima? Kimning farzandi?